Sizlarda bormi yo'qmi bilmayman, hamma joyda hozir bor-u, o'tgandan keyin kim buni bo'yniga qarzini oladi deydi. G'irt ahmoqona ish bu. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning hech qachon sodir bo'lgan ish emas bu. Xudo taborak va taolo bandam tashab ketgan orqasidagi dunyodan qarzini berasan dedi. Birovni bo'yniga qarzini yuklab qo'ygan degan yo'q uni. O'zini tashab ketgan dunyosida nima ikkinchi gunoh qilmagan otasi gunoh qilib turib qarz bo'lib ketaverar ekan-u, o'g'li bo'yniga olib to'lab qo'yish kerak ekan buni. Xud ahmoqona ish. Payg'ambar alayhisolatu vasallam ummatlarini o'sha ashabi kiromda kim buni qarzini to'lab qo'yadi degan holatlari bo'lgan. Ustidagi kiyimidan boshqa hech narsasi yo'q, ko'chada ahli suhba bo'lib o'lib ketgan kambag'al odam bo'lsa, shuni qarzini kim to'lab qo'yadi degan gapni aytganlar. Qasr 4 qavat 5 qavat uy qurib orar ekan-u, qarz qilib o'lib ketaverar ekan-u, buni bechora g'arib bitta bolasi bo'yniga olib, bitta akasi bo'yniga olib, yana bu ham qarzoblab o'tiraverar ekan. Xudo taborak va taolo Qur'oni Karimda alohida aytadi. Min ba'di vasiyati yusabiha aw dayn deydi. Qarzini to'laysizlar oldin merosdan deydi. Keyin qarzi mabodo bandadan birortasidan qarzi bo'lmasa, endi vasiyatlarini amalga oshirasizlar deydi.